Farzandlarimga doim maktabga pul berib yuborsam, nuqul zararli narsalar olishadi. Sizlarda ham shunaqami? To'xta, bunaqasi ketmaydi deb lunchbox tayyorlashga qaror qildim. Retseptini videoga ham oldim. Xamir qiladigan idishga 300 gram illiqdan ozgina issiqroq sut, 1 dona tuxum, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuzni solib, yaxshilab aralashtirib, 1 osh qoshiq ishonchli drojani solib, yana aralashtirib, 540 gram beshisort unimizni elab solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz va ustini yaxshilab havo kirmaydigan qilib yopib, 30-40 daqiqaga issiqroq joyga qo'yib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamir 14 bo'lakga bo'lib, zuvala yasab olib, ustini 5 daqiqaga yopib, ozgina tingandan keyin qo'limiz yordamida chetlarini yuqaroq qilib, o'rtasi qalin qilib yoyib olamiz. Nachinkasiga sir, pomidor, kolbasa va alohida pomidor yoqtirmaydigan farzandim uchun sir va kolbasadan foydalandim. Ana endi telarini qalin qilib yormasdan chiroyli qilib tugib olamiz. Panisga qo'yib, ustini paket bilan yopib, yaxshilab oshib chiqqanidan keyin ustiga tuxum va kunjutdan foydalanib, oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkaga qizarib pishgunicha pishirib olamiz. Sizlar farzandingizga pul berasizlarmi yoki lunchbox tayyorlab berasizlarmi? Va qaysi biri to'g'ri deb o'ylaysizlar qizlar? Kommentariyaga yozinglar. Maktab uchun oson retseptlar ko'proq qo'yishimni xohlasanglar, like bosib, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin.